Erkak kishi ayolidan bir pog'ona ustun turadi degan gap bor. Aslida bu gapda qanday ma'nolarni tushunsak bo'ladi? Erkak ayolidan ilm tarafdan, donolikdan, farosatda, himoyada, pul topishda va hokazolarda albatta ustun bo'lishi kerak. Chunki ayol kishi zaifa va albatta himoyaga muhtoj. Qaysidir bir pallalarda ayol kishi emotsiyaga berilishi mumkin, kayfiyat tushishi mumkin. Ana o'sha paytda yonidagi dono erkak uni qo'llab-quvvatlab, muammolariga yechim topishga yordam beradi. Lekin afsuski ba'zi insonlar bu narsani kuchda yoki g'azabda va hokazo munosabatlardagi salbiy holatlarda ustunlikda tushunadi. Lekin aslida go'zal oilani yaratish uchun har bir inson o'z vazifalarini bilsa va hayotida qo'llasa, ana o'shanda Xudo xolasa risoladagidek oila shakllanadi.